Agar ingliz tilini o'rganishni boshlab, tez chalg'iyotgan bo'lsangiz yoki intizom yetishmayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam, men vaqt topolmayman ingliz tilini o'rganish uchun deyotgan bo'lsangiz, bu og'riqli nuqtalarga aynan shu video orqali eng zo'r yechimni birga ko'rib chiqamiz. Birinchi savol, ingliz tilini o'rganayotganda dangasalik meni yengib qo'yapti. Aslida bu juda ham ko'p insonlarning o'ylaydigan fikri, bu lekin noto'g'ri fikr. Dangasalik bu hech qanaqa yechim emas, bu umuman noto'g'ri yondashuv. Hech qaysi inson bu dunyoda dangasa bo'lib tug'ilmaydi. Faqatgina bizning miyamizga noto'g'ri informatsiyalar ketma-ketligini berishda davom etamiz. Ya'ni qanaqa? Men 3 oyda ingliz tilini idealni o'rganishim kerak yoki 6 oyda IELTSdan 6.5 ball olishim kerak degan narsalar. Natija juda ham tez ko'rinmaydigan narsa, ya'ni miyaning algoritmida shunaqa bir g'oya bor. 1% o'sish degan narsa. Bu narsani juda ham ko'p yoshlar o'zida tatbiq qilishni xohlayman. Ya'ni bu nima desangiz, har kuni 1% gina o'sish sizni 1 yil davomida katta natijalarga olib chiqishga harakat qiladi. Dangasalik haqida gaplashadigan bo'lsak, dangasalik o'zi aslida yo'q narsa. Inson butun kun davomida o'zi uchun 60 daqiqa yoki undan ham ko'proq vaqtni bemalol ajratishi mumkin bo'ladi. Keling 60 daqiqani ingliz tilida qanaqa qilib sarflash strategiyasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi 20 daqiqalikni ertalabdan boshlaydigan bo'lsak, ertalab turishimiz bilan 20 daqiqa ingliz tilida gaplashishimiz mumkin, o'zimiz haqimizda yoki berilgan mavzular asosida yoki spontanni miyangizga nima keladigan bo'lsa, shu mavzu asosida gaplashingiz bo'ladi. Xuddi shu holatda o'zim 7 yildan beri sinab kelaman. Yoki bo'lmasa, men ingliz tilida hali gapira olmayman, 20 daqiqa ertalab turib nima qilsam bo'ladi deydigan bo'lsangiz, ingliz tilida ertalab turishingiz bilan 20 daqiqa qisqa qanaqadir videolar yoki o'sha shadowing deb ataymiz, bu anaqani texnologiyani shadowing orqali ham ingliz tilini oshirsa bo'ladi. Keyingi 20 daqiqalikni tushlik paytida, ya'ni obedda, misol uchun 1dan 1:20 gachami, bilmadim, 1:40dan 2 gachami bo'lgan vaqtda ingliz tilida qanaqadir so'z yodlash, 5 dan 10 tagacha. Kerak emasdan kuniga 50 ta, 100 ta, 60 talab so'z yodlab, ularni keyinchalik ishlatolmasangiz olmasangiz. Undan ko'ra 5 ta yoki o'zingizni maksimumingiz 10 taga yetayotgan bo'lsa, 10 ta so'z yodlaydi. Ya'ni o'sha 10 ta so'zga har bittasiga har bir zamon uchun gap tuzishni boshlang. Keyingi 20 daqiqalikni kechqurunga olib qo'yamiz. Bu uxlashga yotishdan oldin qilinadigan narsa. Buni ham o'z faoliyatimda juda ko'p qilaman. Ya'ni ingliz tilida video ko'rishlar. 3 daqiqalik, 5 daqiqalik, yoki bo'lmasam bir xil paytlar podkastlar ko'rishni boshlayman. Endi darajalar har xil bolalar bo'lishi mumkin. O'sha darajasi pastroq bolalar ingliz tilida videolar ko'rib tushunmasligi mumkin va hokazo. Umuman farqi yo'q. Eng muhim narsa bu yerda mana shu ritualga amal qilish bo'lib qoladi. Keling, keyingi savolni ham ko'rib chiqamiz. Ingliz tilini o'qiyotgan paytimda motivatsiyani tez yo'qolib qolishi. Motivatsiya nima o'zi aslida? Motivatsiya har bir insonda paydo bo'lib va juda ham qisqa muddatda yo'qib ketishi kerak bo'lgan narsalar o'zi aslida. Motivatsiya ko'p insonni unaqa uzoqqa bormaydi. Keling, mana shu so'zni biz boshqa so'zga almashtiramiz. Motivatsiya so'zini intizom degan so'zga almashtiramiz. Intizom nima? Intizom bu har bir odam qaysidir bir disiplina asosida A nuqtadan B nuqtaga, ya'ni road map orqali borish ketma-ketligini sustlashtirmaydigan holat. Men juda ham ko'p insonlarni bilaman, katta joylarda ishlaydigan, oilali, bola chaqali, juda katta ishlar qiladigan, ko'p sayohatlar chiqadigan. Umumiy olib qaraganda mana shu insonlar ham kerak bo'lsa kelib ingliz tilini o'rganishga o'zida vaqt topyapti, o'zida o'sha motivatsiya topyapti va bizga qo'yib berayotgan road map orqali intizom bilan ingliz tilini o'rganishni boshlayapti. Sizga bu masalada nima xalaqit qilyapti? Intizom bu aslida motivatsiyadan juda ham ustun turadigan narsa. Har bitta odam bu narsaga amal qilsa, o'sha tepada aytib o'tgan dangasaligimiz ham, ingliz tiliga vaqt ajrata olmayapman degan barcha narsalar ham o'zi aslida yo'qolishni boshlaydi. Motivatsiyani biz juda ham ko'p narsalardan olishimiz mumkin. Ya'ni ingliz tilini o'rganayotganda, ingliz tilini o'zi aslida nima uchun o'rganyapsiz? Ya'ni o'sha test uchun bo'ladimi yoki kelajakda o'zingizning kasbingiz uchunmi yoki chet eldagi xalqaro top universitetlarga kirish uchunmi yoki shu narsa orqali ertaga kelajakda pul topish uchunmi? Motivatsiya hammada har xil bo'ladi. Keling, yaxshisi mana shu narsani hech qachon so'ndirmaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shuni orqasidan biz o'zimizga qo'yayotgan har xil miyadagi nagruzkalarni, dangasalik va shunga o'xshash narsalarni yengib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta narsa bo'ladi. Aytib o'taman. Yoshlar har xil yoshda insonlar til o'rganishi mumkin bo'ladi. Ana o'sha vaziyatda noto'g'ri yo'llar orqali inson til o'rganishini kechiktirishni boshlaydi. Ya'ni
18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalarda motivatsiya bundoq o'ylab qarasak bir-biriga juda ham yaqin. Lekin 40 va undan yuqori yoshdagi insonlar uchun ingliz tilini o'rganishdagi motivatsiya umuman boshqa narsa. Bu narsani o'zingizdan o'zingiz self study qilib, YouTubedan va hokazo shunga o'xshash platformalardan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Lekin malakali mutaxassislar, professional tomonidan sizga birinchi обязательно road map tuzib berilishi kerak. Ya'ni A nuqtadan B nuqtagacha qanaqa borishingiz ketma-ketligi. Ana undan keyin professional o'qituvchilar tomonidan ham ta'lim olsangiz bo'ladi yoki keyinchalik o'zingiz ham self study qilsangiz bo'ladi. O'ylaymanki bu videolar sizga juda ham yoqyapti. Agar ma'qul kelayotgan bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Biz siz uchun mana shu videoni ko'rayotganingiz uchun ideal taklif o'ylab chiqdik. O'quv markazimizda siz uchun bepul sizni bilimingizni tekshirib berishimiz mumkin bo'ladi va sizga обязательно A nuqtadan B nuqtaga qanaqa qilib yetib olishingiz mumkinligi haqidagi road mapni biz sizga tekin yetkazib bera olamiz. Bu imkoniyat har doim ham bo'lmasligi mumkin. Bu imkoniyat hozircha faqat mana shu videoni ko'rayotgan, ya'ni siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.